Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman, shodman. Azizlar, ming bor uzr. Ba'zi uzrli sabablarga ko'ra namoz vaqtini vaqtida chiqara olmadim. Mana endi hozir chiqarishimga to'g'ri keldi. Bu uchun albatta uzr so'rayman sizlardan. Kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yishda bardavom bo'lingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.